Başlaymizmi? Bo'ldi işte. Anaqa katta qilib ekranni. Chaqiring nomzodlarni. Ben sorunu sorup koyabilirsin. Tüde qoldirib yetishingni tanlab. O'tiring. Tamam. Birinchi turganimi bizada anaqa birinchi lavozimimiz ijtimoiy himoyalarning Toshkent viloyati boshqarmasi moliya va xaridlar bo'limi bosh mutaxassisi lavozimiga Xudoyberdiyev G'iyos Xushonazarov. javob berasiz savolga. Birinchi savol, ma'lumotli hududlar loyihalarini korrupsiyaga qarshi ekspertizadan o'tkazish tartibi. Norozilik hujjatlar loyihani korrupsiyaga qarshi ekspertizadan o'tkazish tartibi manfaatlar to'qnashmasligi uchun hujjatlarni ekspertizadan o'tkaziladi. Ikkinchi savol, bola tug'ilganda to'lanadigan bir martalik suyunchi puli qancha miqdorda beriladi? Hozir bu eng kam bazaviy hisobotdan to'xtaldi. 2 aylab miqdorda beriladi bu. Birinchisi faqat 267 sonda qarorga moliyaviy agentlik kim? To'rtinchi savolga o'taman. Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalariga qaysi kasallik turidagi bolalar qabul qilinmaydi? Ixtisoslashtirilgan masal qaysi kasallik? Ancha bularga boyagi nima yuqumli kasalliklar bilan kasallangan bolalar bo'lsa kerak bu yo'nalishlarga asoslanib. Yerda kasal turlari ko'p bo'ldi. O'sha yo'nalishlar bo'yicha. Beshinchisi, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning ta'lim olishlarini tashkil etish va ularni o'zaro qilish chora tadbirlar to'g'risida Vazirlar Mahkamasining 46 qarori hajmi qabul qilingan. 2010-yil qabul qilingan bo'lishi kerak. Yaxshi. Bunga marhamat. Baho bo'yicha. G'aznachilikda asosan faoliyat olib borgan ekansizlar. Shunday. Buxgalteriyadami yo'q, faqat g'aznada shu yuridik majburiyatlarni ro'yxatga olish buxgalteriyada ishlagan. O'sha buxgalteriya yo'nalishida endi buxgalteriya aslida buxgalter bo'lib ishlamaganman, lekin g'aznada o'sha 10 yilga yaqin ishlaganman, keyin bankda ham ishlagan. Bankda buxgalteriya bo'lmadi endi. Hujjatda UZASPO hozirgi yangi dasturda ishlay olasiz. UZASPOda ham izlashtiradi. UZASPO 2da ishlaydi. Ya bu o'sha dastur bir xil emas. Mana hozir xaridlarga har xil o'zgarishlar kirityapti-ku, oxirgi o'zgarishlar davlat xaridlarida. Dasturda ishlayotgan bo'lsangiz, nima hozir qanaqa xaridlarda? Hozir ko'payib ketdi-ku yo'nalish. Oxirgisi. Asosan budjet tashkiloti uchun qaysi talab qo'yilyapti? O'zi xaridda asosiy talab 684, to'g'rimi? O'shandan xarid o'z elektron portal orqali ishlanadi. Yaxshi, savol bormi qo'shimcha? Yo'q. Bormi? Aha, siz.
Bitirgan yozgan. Ko'ringizda ijtimoiy xodim ekanmi? Men Toshkent shahrida ijtimoiy xodim. Yo'q, bunisi hammasi ijtimoiy xodim. Ma'lumot yozib olgan. Keyingi nomzodimiz Abduzafurov Tursunboy Xoldaro'g'li. Buyurun. Suhbatdan keyin gaplashamiz. O'qib tursa o'zi ertaga kelsin. Marhamat. Hoş bulduk. Savol o'qib javob berasiz. Buni ismlarini men aniq yozdim. Abduzafur Tursunboy. Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi qonun buzilgan taqdirda qanday javobgarlik mavjud? Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi o'zbekiston Respublikasining 145-sonli qonuni mavjud bo'lib, ushbu qonunga asosan murojaatlar o'zini yozish shartli ko'rib chiqish muddatlari belgilangan. Shu qonunga asosan buzilgan taqdirda o'sha jismoniy yuridik shaxslar murojaatini ko'rib chiqishda noqonuniy xatti-harakatlar aniqlangan, o'z vaqtida ko'rilmaganda yoki o'sha murojaat qilgan shaxsga to'laqonli murojaatini qonun doirasida o'rganib, o'z vaqtida javobgar berilsa, unga ishchi guruh tomonidan rahbar tomonidan tegishli ogohlantirish, qaysidan choralar ko'riladi, ma'muriy choraga tortish mumkin. Ikkinchisi, ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan ayrim toifadagi shaxslarning qonuniy vakillari kimlar? Qonuniy vakillari ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan ayrim toifadagi shaxslarning qonuniy vakillari bu o'zini misol uchun bunaqa ota-onasi bo'lmasa, vasiylik olgan sud tomonidan berilgan boyagi fuqaro bo'lishi mumkin. Misol uchun bobosi, buvisi, o'sha yaqin qarindoshlaridan. Agar unaqa bo'lsa, ota-onasi agar yetim bo'lmasa, endi yetim bo'lmasa bu ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lmaydi-ku. Asosan sud tomonidan berilgan vakillar hisoblanadi. Ijtimoiy himoya milliy agentligining ijtimoiy reyestr axborot tizimi nima uchun xizmat qiladi? Ijtimoiy himoya milliy agentligining ijtimoiy reyestri xonadonli mahallalarda ijtimoiyga muhtoj bo'lgan oilalar oilalar reyestriga kiritib boriladi. Bu ijtimoiy mahallaga biriktirilgan ijtimoiy xizmat xodimlari tomonidan aniqlanib, o'sha reyestrga kiritiladi. Mahalliy yettalik asosida o'rganib chiqilib, misol uchun boquvsini yo'qotgan qariyalar, moddiy ahvoli og'ir bo'lgan, ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan oilalari kiritib borib o'sha axborot tizimida jamlab ko'rsatiladi. To'siqsiz muhitni yaratish texnologiyalarini roli qanday? To'siqsiz muhitni yaratish texnologiyalari roli qanday? To'siqsiz muhitni yaratish texnologiyalari, mening fikrim bo'yicha bu texnologiya deyotganda hozir manaki IT sohalar rivojlanib boryapti. Misol uchun inson omili ishtirokisiz to'g'ridan-to'g'ri to'siq bo'lmaydigan jarayonda kiritib boriladigan IT sohalar rivojlantirishi tushunaman. Bolani patronatga olgan, tutingan ota-onalar uchun to'lanadigan nafaqa miqdori qancha?
Unisidan xabarim yo'q. Beshinchi. Yaxshi. Hozir qayerda ishlaysiz? Men Parkent tuman kambag'allik qisqartirish bo'limi. Nima ish qilasiz? Bosh hisobchi. Qanchadan beri ishlayapsiz yerga? 2023-yil iyundan kirganman. Necha marta shu ishlash davringizda kiruvga ishingiz tushgan? Xizmat tekshiruvi. 2007-yildan beri ishlayman bosh hisobchi lavozimida, shu buxgalteriya sohasida. Endi sanomaganman, lekin 2 yilda, 3 yilda bir tekshirish kelganman. Men kecha yaqin 2024-yil 1-noyabrgacha ham o'sha kiruv kelib ketdi. Hozir prokuratura qo'shidagi departamentga o'tgan ekan. 2021-yildan 2024-yilgacha faoliyatimiz ko'rib ketdi. Necha marta sudgacha borgan? Sudga chiqmagan. Faoliyatingizda. Faoliyatimda bo'lmagan. Boshqarmada ham ishlaganman, unda ham xudo xolisa yomon bo'lmagan. Bo'lim boshlig'i bo'lib ishlab, ham ishladik, 4 yil ishladim. Har holda Kim tavsiya etdi sizga topshirish? o'zim Hozir bosh hisobchi bo'lsangiz, bu yoqqa o'tishga nima nafas? u hozir o'tishimdan maqsadim, o'zi viloyatda ishlaganman, viloyatda ko'rganman. Keyin tumanda hozirgi paytda qisqarish, o'shanaqa narsalar jarayon ketadi. Bizlar tizimda tuman hokimligiga bandlik bo'limini qo'shish naqasi turibdi, masalasi. Endi bu gap Savol bormi? Materialda ishlaysiz, polni to'g'rimi? material, расчетный, endi balans, O'zi maktabgacha ta'limda ham ishlagan ekansiz. maktabgacha Maktabgacha ta'limda ish haqini hisoblashga asos nima bo'ladi? maktabgacha ta'limda tabel ish haqini hisoblashga kelgan tabel bor, boyagi materiallarini chiqarishga messengerlari yozib beradigan Menyu. menyusi. O'shalar asosida ishlardi, o'sha asosida chiqaradi boyagi aniqlarni, pitaniyalarni. Yaxshi aloqada bo'lasiz? Sizga xabar beramiz. Rahmat. xizmat ko'rsatganlarni G'alati qilolmaganingmi? Men o'tiribmanmi? Nima bo'lsin? Tamam. Keyingi nomzodimiz Mirzayev Sohib Dmitrievich. Biletali. Bilet yoqib berib Aha. 4-bilet ekan. Nechinchi bilet? 4-bilet. Marhamat. O'qib javob bering. Murojaat pullari nimalardan iborat? Bizga ma'lumki, demak, O'zbekiston Respublikasi murojaatlar to'g'risida qonuni bor. Bunda demak, murojaatlarga ariza yoki bo'lmasa bildirgi, keyin shular kiradi. Demak, murojaatlar ko'rib chiqish tartiblari bor. Murojaatlar 15 kun muddatda ko'rib chiqiladi. Agar qo'shimcha o'rganish talab qilsa yoki biron bir hujjatlarni olish talab qilinayotgan bo'lsa, 30 kun muddatda murojaatlar ko'rib chiqiladi. Yaxshi, keyingi savol. Fuqarolarga nafaqalarni to'lash qanday tartibda amalga oshiriladi? Demak, nafaqalar bugungi kunda demak ijtimoiy himoya milliy agentligiga o'tkazilgan hisoblanadi pensiya jamg'armasidan. Bularga demak nafaqalarga boquvchisini yo'qotganlik to'g'risidagi nafaqa, keyin kam ta'minlanganlik yoki bo'lmasa o'sha yosh bolani nogironi borlarga nafaqalar ajratiladi. Bular ijtimoiy to'lov shubasi orqali amalga oshiriladi nafaqalar to'lash tartibi. Bularni nafaqalarni belgilash ham demak o'sha dalillar tomonidan nima deydi, ijtimoiy xizmat vakillari tomonidan belgilanadi va amalga oshiriladi. Ijtimoiy
xizmat sho'basi to'lovlarni amalga oshiradi. Xalq banki orqali to'lovlar amalga oshiriladi. Keyingi. Mahalladagi ayol kishi oilaviy zo'ravonlikdan shikoyat qilsa, ijtimoiy xodim qanday harakat qiladi? Mahalladagi ayol kishi demak ijtimoiy zo'ravonlikka uchragan taqdirda borib o'rganish ijtimoiy xodim tomonidan xodim va xotin-qizlar faoli bilan birgalikda mahallada borib o'rganish ishlari amalga oshiriladi, dalolatnoma rasmiylashtiriladi va bu ayol nima deydi? Himoyaga olinadi. Keyin belgilangan tartibda demak o'sha zo'ravonlik qilgan shaxsga nisbatan chora ko'riladi mahalla inspektori tomonidan yoki o'zi tegishli tartibda arizalar to'ldirish yoki nima qilish kerak bo'lsa, ijtimoiy xodim tomonidan agar to'ldirishga qiynalsa, yordam berilib, xizmatlar ko'rsatiladi o'sha ijtimoiy xizmatlar. Rahmat. Himoya, yo'q, Bormi? uchtasini o'qidim. Himoya orderi nima? Demak, himoya orderi zo'ravonlikka uchrayotgan yoki ta'zibga uchrayotgan shaxslarni o'sha sud tomonidan kimdandir yoki qandaydir jamoat shaxslardanmi himoya qilish maqsadida alohida ular uni karantin emas, endi shunday himoyaga olish hisoblanadi. Sud tomonidan beriladi order. Bola huquqlari to'g'risida konvensiya haqida nimalarni bilasiz? Bizga ma'lumki, Butunjahon BMT tashkiloti bor. Bu yerda UNESCO bor, bolalar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi O'zbekiston 93-yilmi, 93-da a'zo bo'lganida bolalar himoyasi to'g'risida. Demak, mana shu yerda konvensiyada ma'lumotlar ketgandi, adashmasam. Bugun savol bor sizga. Hozir qayerda ish qilasiz? Hozir Respublika sud ekspertiza markazida ishlayman. Buxgalteriyadan nima xabaringiz joyingiz bormi? Bor. Buxgalteriyada ishlayman. O'zi tashkilotda ishlagansiz buxgalteriyada? Albatta. Nima ish qilyapti? Hozir ham shu tashkilotda ishlayman. Buxgalteriyasida. Demak, asosiy faoliyatim demak, Xaridlar bo'yicha oxirgi o'zgarishlar qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? xaridlar bo'yicha, demak, O'zbekiston Respublikasida xaridlar to'g'risida qonun bor, 684-chi yoki bo'lmasa to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar to'g'risida qonun bor. Vazirlar Mahkamasining qarori bor. Bunda demak 3953 bilan Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tgan. Yana qo'shimcha savol sizga. Shu faoliyatingiz davomida necha marta portalga murojaat qilgansiz? Portalga lekin ishim tushmagan. O'zingiz fuqaro sifatida murojaat qilganmisiz? Yo'q. Bizga lekin ba'zida mablag' qaytarish masalasida qo'shimcha o'rganish talab Hozir qilingan qayerda ishxonangiz qayerda joylashgan? Hozir O'zbumda. Toshkent shahrida. Toshkent shahar o'zim. O'zim Bektemirda turaman. Bektemir turasiz. Yashash joyi shu yerda. Kim Argus tomon nimaga u yo'q tanladingiz? Yaxshi ishlayapsiz-ku. Endi bugungi kunda ishlayotgan joyimda ko'p tajriba, bilim orttirdim. Lekin o'zimda yana ham jamiyatga foydaliroq bo'ladigan bir ijtimoiy ahamiyatga ega bo'ladigan bir kasbga yo'naltirmoqchiman va qo'shimcha bilimlar, tajribalar orttirmoqchiman. Yangi kollektiv deganday bugungi kunda o'zimizda masalan ijtimoiy himoya milliy agentligi prezidentimiz tomonidan keng imkoniyatlar berilyapti-da. O'zimni shu sohada sinab ko'rmoqchiman. Jamiyatga foydam. Necha marta katta tekshiruvlardan o'tgansiz? Misol uchun kiruv kelib tekshiradi. Bunaqa tekshiruvlardan o'tganmisiz? Albatta. Nechasi sudgacha borgan? Nechtasi sudgacha, sud jarayonigacha? Yo'q, sud jarayonigacha bormagan ishimiz. Nima uchun bormagan?
sud jarayoniga boradigan ish qilmaganmiz. Ha, to'g'ri. Yaxshi. Savol bor? Minor aka? Ha, javobni aytadi. Omad tilayman. Ne yapayım? Шерсть кончена. Mental. Tomonidan beriladi. Yo, endi bular ham buxgalteriya bu savollarni aniq, ya'ni jahon chiqadi, keyin yer o'shalar, shuning uchun ma'lum. Savollarga kelishmagan. Hı? Boyaga birinchi kelgan savolni ko'rib, O'sha noto'g'ri savol yo'nalish bo'yicha Marhamat, buyurun. Bilet so'rang. 5-chi bilet. Birinchi savol, murojaat qilish huquqi qanday amalga oshiriladi? Bir daqiqa tayinlantiring. İsmingiz sizni? Ismim Dilmurod. Angrenning sonligimiz. Angrenga mi? Chiqadi. Shahar. Chiqadi. Eshonqulov Dilmurodmi? Nishon. Angren turibdi-ku bizda. Angren. Qadar chaqiring. Bunda chaqiray. Qancha chiqdi? Angrenga topshirganmisiz? Angrenga yo'q. Chaqiring Shahnozon. Men bular angren turibdi bular. Men chiqyapsiz ularni. Pastdagisi Angren ketib qolibdi, chiqib yozib qo'yaman. Men shuni aytmaysiz biz boydan beri hammamiz do'ldirab qarayapmiz bular. Bularga savol javob qilyapmiz. Nima bunaqa xato qilasiz? Shunisi xato ketib qoldi. Nega oldin aytmaysiz shuni xato ketib qolganligi? Biz hammamiz yarim soat qidirdik hozir shuni javob ketqizib. Marhamat. Chaqiring kadr bo'limini. Murojaat qilish huquqi shu O'zbekiston qonunchiligida belgilab qo'yilgan fuqarolar davlat tashkilotlariga ijtimoiy
davlat xizmatlaridan foydalanish uchun murojaat qilish shakllari bor. Yozma murojaat, og'zaki murojaat tarzida murojaat yo'llashlari mumkin o'zlari talab va ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda va bu murojaatlarni ko'rib chiqilish muddati bor. Har bir o'sha substansiyalarga ko'ra ko'rib chiqilgan muddatda murojaat turiga qarab yozma yoki o'sha og'zaki ravishda tashkilotlar tomonidan bo'ladigan bo'lsa yozma ravishda javob qaytarilishi kerak bo'ladi. Keyingi savol: fuqarolarga nafaqalarni to'lash qanday tartibda amalga oshiriladi? Nafaqalar bu ikki xil proaktiv bor alohida murojaat talab qilinadigan holat bo'ladi. Proaktiv bu fuqaroni murojaatsiz, ya'ni fuqaroni ishtirokisiz bu avtomatik tarzda tayinlanadigan nafaqalar hisoblanadi. Alohida tayinlanadigan nafaqalarga esa murojaat qilish kerak bo'ladi. Tegishli tashkilotlarga yozma ravishda murojaat qilish kerak bo'ladi. Keyingi savol: ijtimoiy xizmatlar to'g'risidagi qonunga muvofiq muhtoj shaxsga qanday hollarda ijtimoiy xizmat ko'rsatish rad etilishi mumkin? Unda ijtimoiy xizmat ko'rsatishni rad etish fuqaroni tanloviga ko'ra bo'ladi. Fuqaro agarda ijtimoiy xizmatdan foydalanishni rad etsa, bunga demak ijtimoiy xizmat ko'rsata olmaymiz. Faqatgina 5 ta holat bor. Unda kechiktirib bo'lmaydigan holatlar. O'sha holatlarda fuqaroni roziligisiz, ishtirokisiz bu yerda ijtimoiy xizmatlarni ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi. Bular o'sha tazyiq va zo'ravonlik holatida, undan tashqari yetim va ota-ona qaramoqsiz qolgan bolalar aniqlanganda, o'z joniga qasd qilish holatlari kuzatilganda va shoshilinch tibbiy yordam, tibbiy xizmatga ehtiyoj kuzatilgan paytlarda, demak ularni fuqaroni ishtirokisiz, ularni roziligisiz bu yerda ijtimoiy xizmat ko'rsatishni tashkil etishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, keyingi savol, 4-savol: kommunal infratuzilma fuqarolarning hayot sifatini qanday yaxshilaydi? Bu kommunal infratuzilma bu fuqarolarni birlamchi ehtiyojlari hisoblanadi. Birlamchi ehtiyojlaridan, ya'ni ehtiyojlarini to'laqonli qondirishi uchun kommunal infratuzilma muhim hisoblanadi. Maslow piramidasida o'sha ehtiyojlarni toifaga bo'lib chiqqan ketma-ketlik bo'yicha o'sha Maslow piramidasida keltirib o'tilgan ketma-ketlikda o'sha inson agar ehtiyojlarini qondiradigan bo'lsa, unda beshinchi, bola huquqlarining kafolatlari to'g'risidagi qonunga muvofiq ijtimoiy yordam qanday toifadagi bolalarga tayinlanadi? Shahroni chaqiring. Bormi, yo'q? Bola huquqlari kafolatlari to'g'risidagi bu qonunga muvofiq bolalarni aniq toifasi, kategoriyasi belgilab berilmagan o'sha joylashtirish shakllari bor. Shu 4 ta joylashtirish shakllaridan biriga o'tgan bo'ladimi yoki ota-onasi bilan birga yashayotgan bo'ladimi? Barcha bolalarni huquqlari himoya qilinishi kafolatlangan. Qaramadim-chi. Hozir yashash joyingiz tugadimi savolmi? Hozir yashash joyingiz qayerda sizning? Chirchiq shahar Umid mahallada yashayman, ishlayman.
Yashashingizni bilaman. Yashash joyi aytaman. Doim yashash joyi aytadimi? Ha, o'sha yerda. Manzur aka, marhamat. Ish faoliyatingiz davomida mana ijtimoiy xodim bo'lgan ekansiz. Faoliyatingiz davomida o'sha yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarga qanaqa xizmatlar ko'rsatgansiz? O'zi bormidi hududingizda bunaqa bolalar? Endi birinchi ijtimoiy xodim bo'lib kirgan hududimda bor edi. Tushunmadingizmi? O'tirib dedim man. Ko'prik tumanida o'sha Guliston va To'nqo'rg'on tarafda ishlaganman. Guliston bilan Obod mahallalarida. Guliston mahallada ikkita o'sha vasiylikka olingan bolamiz bor edi. Ularni o'sha har 3 oyda monitoringini olib borganman. Bundan tashqari Sardorbek edi, hozir familiyasi esimdan chiqyapti. U bolaga o'sha shaxsni tasdiqlovchi pasport olishiga huquqiy o'sha yordamni ko'rsatganmiz. Bundan keyingi mahallalarimda hali hozirgi mahallamga Chirchiq shaharga mart oyida rotatsiya qildim. Ularga o'sha so'rovnomalarni o'tkazdik. Individual integratsiya, individual moslashuv rejalari hammasi tuzilgan. Endi o'sha bo'yicha hozir bosqichma-bosqich xizmatlarni ko'rsatyapmiz. Menda hozircha ya'ni ehtiyoj bildirganlar yo'q. Keyinchalik mana bu o'quv kursiga talabgorlar bor. O'shalarga shartnoma bo'yicha yordam ko'rsatish rejada bor va yordam ko'rsatiladi. Bolalarga nisbatan zo'ravonlik sodir qilishning nechta shakli bor? Sanab bersangiz ham mayli. Bolalarga nisbatan zo'ravonlik jismoniy, ruhiy, iqtisodiy, tazyiq ham kiradi. Bilganlarim shular. Nimaga rotatsiya bo'lgan Qibraydan? Hadis Nega Qibraydan Chirchiqqa rotatsiya bo'ldi? yashash joyim shu o'zgargandi. Chirchiq Troyskida Qibrayga yaqinroq joyda turardim, keyin sal ichkariroq ko'chganimcha vaqt ketib qoldi, vaqt ketib Kimga qoldi. murojaat qildingiz? Rotatsiya bo'yicha kimga murojaat qildingiz? Rotatsiya bo'yicha o'sha Qibray tuman markazi rahbaridan ruxsat so'rab, bosh ijtimoiy xodimdan ruxsat so'rab, keyin bu yoqqa Chirchiqqa rotatsiya, Chirchiq rahbaridan ham ruxsatni so'rab, vakant mahallaga bu yoqqa kadrga kelib ariza yozganman. Ikkala tuman shahar markaz rahbarlaridan ruxsat so'raganman. Dilmurod Eshonqul. Dilmurod Eshonqul. Nechta nogironlik bandligini ta'minladingiz? Nogironlarning bandligi O'z bo'yicha qo'lingizda olib borib topshirgan nechtasini band qilgansiz? hozir bittasini hujjatga topshirdik, billa olib borib topshirdik. O'sha yerda anaqada UzTextda hali anaqa qilayotgani yo'q. Hujjatlarni yig'yapti, hujjatlarni переченni bergan, hujjatlarni yig'yapti. Vazirlar Mahkamasining 376 sonli qarori nima haqida? Faol hayotga qadam dasturi o'sha 5 iborat o'sha 5 ta yangi xizmat. 5 ta yangi xizmat ular o'zgalar parvarishga muhtoj bo'lgan shaxslarga ko'rsatiladi. Ularni faol hayotga qadam bu dasturdan maqsad o'sha o'zgalar parvarishga muhtoj bo'lgan shaxslarni Toshkent viloyati ijtimoiy xodimlar agentligi boshqarma boshlig'ini birinchi o'rinbosari kim? familiyalari esimdan chiqyapti, Sohib aka edi. Respublika direktori kim? Qo'layosh Mansurbek Polvonovich. Yaxshi, Musa. Yaxshi bo'lar ekan. Bor. Ketadi. Nomzodimiz Qahhorov Azizjon Bozorborovich. Qaysi lavozimga? Bilet oling. Nechinchi bilet edi? 46-bilet. Marhamat. Bu ijtimoiy xodimimiz hatto Xo'ja Ahmad Yassaviy mahallasida, Chirchiq shahri. yaxshi. Bilganlarim aytib ketaversam bo'ladi. Bilmaganingizni bilmadim, bilganim bildim. Boshqa o'qib turib javob berdim.
Normativ huquqiy hujjatga rasmiy sharhi kimlar qanday holatlarda beradi? Rasmiy sharhini kimlar qanday holatlarda beradi? Buni bilmadim. Yoshga doir nafaqa kimlarga tayinlanadi? Yoshga doir nafaqa 2 yoshgacha bo'lgan bolalar va 18 yoshgacha bo'lgan bolalarga tayinlanadi. Mahallalar kesimida ijtimoiy ishni tashkil qilishda xodimlar tarkibi kimlardan iborat? Mahallada ijtimoiy ishni tashkil qilishda xodimlar tarkibi kimlardan iborat? Ijtimoiy xodim, markaz xodimlari, Prokuraturga borib kelsan kelasan. Chaqirayotgan ekan. Muhim buni. 4-savol, ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasasi tarbiyachisining qanday javobgarligi bor? Menimcha shu o'sha yerda ta'lim oladigan bolalarga javob beradi. 5-inchisi, bolalarni PTPK komissiyasi ko'rigidan o'tkazish uchun elektron hukumat tizimining idoralararo ma'lumotlari uzatish tarmog'i orqali qaysi turdagi hujjatlar shakllantiriladi? Vrach xulosasi o'sha o'qib turgan maktabidagi tabeldan ko'chirma, uni pasport, metrika kopiyalari, keyin o'sha oldingi yil olingan PTPK komissiyasi xulosalari joylashtiriladi. Bo'ldimi? Qani savol yo'q. Savol bormi? Bolaga nisbatan zo'ravonlik sodir bo'lganda, birinchi bo'lib qaysi organga xabar beriladi? Sodir bo'lganda bolalar shubasi yoki ichki ishlarga. Yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar tushunchasi bor. Ajratib bera olasizmi, farqi nimada? Yetim kim u? Qaramog'idan mahrum bo'lgan kim? Yetim bolalar, misol uchun, ota-onasi vafot etgan bolalar yetim bolalar hisoblanadi. Qaramog'idan mahrum bo'lgan, ota-onasi tashlab ketgan yoki chetga ketgan bo'lsa, qaramog'idan mahrum bo'lmaydi. Marhamat. Savol bo'ling. O'zing ishingdan qolib ketmasin. Berib ketgan. Keling. Keyingi nomzodimiz Muxtor Munisxon Amanaliyev. Marhamat. O'qib javob bermang. Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarni davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlariga yo'llash bo'yicha komissiya qanday nomlanadi? Abichka qani bilan? Bandligi. Bugun qulog'im javob. Yana boshqa lavozimga topshirmaganmisiz yo'q? Siz shahriga topshirgansiz, hozir? Siz shahrda ijtimoiy xodimsiz? Ha. Marhamat, javob berib ketsangiz. Tibbiy ijtimoiy pedagogik komissiya hisoblanadi.
ya'ni biz tilimizda PTPK 2006ga alida kiritilgan. Shu shu ariza kiritish deymiz. Shu maktabgacha ta'lim tashkilotlariga shu tibbiy xulosaga asosan joylashtiriladi. Keyingisi. Keyingisi proaktiv shaklda nafaqa tayinlash nima? Proaktiv shaklda nafaqa tayinlash proaktiv shaklda Siz keyingisiga o'tiring. nafaqa tayinlash bu shu yoshga doir nafaqaga chiquvchilar, ya'ni ayollar uchun 60 yoshdan, erkaklar uchun 65 yoshdan tayinlanadigan nafaqa turi hisoblanadi. Keyingisi. Ijtimoiy xodimning asosiy vazifasi nima? Ijtimoiy xodimning asosiy vazifasi 8 ta vazifalardan iborat. Ijtimoiy ish yo'nalishi bo'yicha aholini xabardorligini oshirish, har bir xonadonma-xonadon yurib, shu yo'nalishimiz bo'yicha toifalar tizimida fuqarolarni topish, ularga ariza olish, ular bo'yicha kes ochish, shu mahalla shu yettiligi bilan hamkorlikda ishlash. Keyingisi. Ijtimoiy infratuzilma davlat siyosatining qaysi sohalarida muhim ahamiyatga ega? Ijtimoiy infratuzilma davlat siyosatining xabarimiz bor, konstitutsiyamizda ham shu 1-moddasida shu ijtimoiy so'zi qo'shildi, ya'ni ijtimoiy davlat deb e'lon qilindi. Bu infratuzilma, ya'ni nogironligi bo'lgan shaxslarni ijtimoiylashuvini ta'minlash, har bir yo'nalishimiz bo'yicha ularga qulay shart-sharoitlarni yaratib berish shu infratuzilma. Necha shahar ulamagan? Men o'zim sizga. Siz shaharmi ulamagan? Yo'lda ekanlarini aytdi. U banchada o'rinbosar boshqarma xodimlasizmi? Boshqa. Ben noroziman sizlarni ishladim. Qadrlanishim. Bu ham savollarim? Bo'ldim? Qanday? Qanday savol yo'q? Sog' bo'ling. Javobini aytamiz. O'zingiz ham qolib ketmasin. Mahalladagi ishingizda. Mana bunaqa tashkilotda to'xtang siz. Men sizga nima aytdim? Siz shaharda ulaysiz. Nima ketmadi shuni? Mana shunaqa bo'ldi. Bundan keyin kim hozir? Sanita. Men zangat ulanmayman. Nima degani? Siz boring chiqing, boshqa odam chaqiring, boshqa odam ishlasin, menga nima deyapsiz u degani? To'y bola yaxshi ekan. Yaxshi ekan. Zangodagi nomer bormi? Ben 67 nomerda u.
Bu emas u, boshqa nom, 0077 boshqa shunaqa nom bor. 077 shunaqa edi. Bunaqa nomerda emas. Jamoat masalan yaxshi so'zimsiz. Qariyman bolalar sho'basiga nomzod suhbatdan o'tyapti. Hozir Shahlo Zoom ссылка tashlaydi. Срочно ulab oling. Telefoningizdan kirsangiz ham bo'ladi. Hop. Onlardan e'lon berib qo'ydingizmi? Tashrifni. Aytib qo'ydim hammasiga Telegramdan ogohlantirib qo'ydim, taxminan 1 soatlardan keyin. Nima chaqirdi? Boymirzayev Otabek, Umran. Kel. Mana bu o'tirman. Beri tort. Beri tort. O'tir. Birinchi savol, murojaatni qanday shakllardan topshirish mumkin? Ikkinchi savol, manzil. Birinchisi o'qib javob berib ketsan ham bo'ladi. Murojaatni qanday shakllarda topshirish mumkin? Murojaatni og'zaki, yozma va ariz shaklida topshirish mumkin. Agar murojaatni qaytarish shakllari esa anonim tarzda yozilgan bo'lsa, murojaatchining nimasi pasport danlari aniq ism familiyasi keltirilmaganligi yoki manzili keltirilmagan bo'lsa, qaytarish mumkin murojaatni. Ikkinchi savol, manzil koloniyalarda jazoni o'tayotgan ozodlikdan mahrum etishga hukm qilingan shaxslarga qaysi turdagi nafaqa tayinlanmaydi? Xo'p, bitta bir martalik moddiy yordam tayinlanadi. Ko'ngilga qaytib kelgandan keyin jazoni o'tayotgan ozodlik bilan hukm qilingan shaxslarga. Xo'p, ya'ni uni sog'lig'ini tiklash maqsadida. Uchinchi savol, O'zbekiston Respublikasi Prezident huzurida ijtimoiy himoya milliy agentligi qachon va qaysi farmonga asosan tashkil etildi? Xo'p, O'zbekiston Respublikasining prezidentining
O'zbekiston Prezidentining 82-sonli, ya'ni 2023-yil 1-iyundagi qarorga binoan tashkil etilgan. Keyin 4-savol, inklyuziv ta'limning maqsadi nima? Inklyuziv ta'limning maqsadi ta'lim, ya'ni alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan, nogiron bo'lgan shaxslarni ta'limini, ya'ni ta'limga jalb qilish, ya'ni alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalar. Bular ikki xil shaklda bo'ladi. Bular oddiy maktablarda sinflar tashkil qilish mumkin. Ular 30 dan oshmasligi kerak guruhda. Ikkinchisi esa bu esa ya'ni BTBdagi xulosasiga asosan ular bolalar qabul qilinadi. yaxshi keyingiz. To'liq haqida ma'lumot berib qo'yaman. Bu ya'ni komissiya a'zolari 2024 5-savol nima? 5-savol o'qisam to'g'ri javob beryapman. To'liq. Ya'ni komissiya a'zolari 2024-yil 1-yanvarga 46-sonli qarorga binoan komissiya a'zolari 1-yanvarga qadar komissiya tasdiqlanishi kerak. 5-savol, bolaning qonuniy vakillari tomonidan psixolog tibbiy pedagogik komissiyaning xulosasini olish bo'yicha arizalar kimga taqdim etiladi? Birinchi navbatda mahallada ijtimoiy xodimga taqdim etiladi. Bu bo'yicha komissiyaning xulosasini olish bo'yicha arizalar. 5-savol tugadi. Tugadi savol. Savol. Ahmad Manzur aka. Yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar aniqlangan taqdirda ularni qanaqa joylashtirish shakllariga joylashtiriladi? Birinchi navbatda uning aniqlangan taqdirda mahalla raisi va ichki ishlar organi ijtimoiy xodim tomonidan ichki ishlar organi nazorat organi asosida topilgandan so'ng birinchi navbatda bu kichik hajmli oila bola uyiga joylashtirish kerak. Ya'ni u vasiy yoki homiy tayinlangunga qadar. Ya'ni agar oila a'zosini o'rganish jarayonida yaqin qarindoshlari ichida vasiy 1 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan vasiy izlanadi, 14 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan homiy izlanadi. Agarda oila a'zosida yaqin qarindoshlari, ya'ni oila kodeksining 1-daraja yaqin qarindoshlari vasiylik, homiylik olishga ishtiyoqi bo'lsa, ularga hujjatlar, kerakli hujjatlar o'rganib turib, ularga kerakli hujjatlarni taqdim etilishini so'raladi. U davomida bola, ya'ni kichik hajmli bola uyiga joylashtirib turiladi. Ya'ni u qonuniy vakil tayinlangunga qadar. Agar shuni vasiy oila qarindosh yaqin qarindoshlar ichida unaqa holatda vasiy homiylikka olishni xohlamayotgan bo'lsa, oila nima desam bo'ladi, ularni ta'minot bilan ozroq muammo, ziddiyat bo'ladigan bo'lsa, ularga oilaviy tabiiy, ya'ni patronatga joylashtiriladi. Shunda ham agar patronatga ham olishga imkoniyat bo'lmagan bo'lsa, kichik hajmli oila bolalar uyiga joylashtiriladi. Qo'shimcha savol bering, Manzur aka. Qo'shimcha, hududingizda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarga qanaqa xizmatlar ko'rsatib bormi o'zi hududingizda? O'zingiz mahallangizda? O'zim shaxsan 3 ta mahallada ishlagan jarayonimda 3 ta bolaga vasiylik tayinlattirdim. Uzr, vasiylik. Vasiylik ko'rsatgansiz. Xizmat ko'rsatganim, ularga bir Mahmud Ramziddin sifatida, misol aniq shaxs sifatida keltiradigan bo'lsak, birinchi navbatda uning sharoitini o'rgangan jarayonida ona 8 yil 7 yarim yil oldin vafot etgan, 2008-yanvar oyida. Lekin bolaning otasi tirik, bola marhum onaning uyida yashab kelmoqchi. Oldin sobiq uyida yashab, ya'ni bolaning ota-onasida. Ayolning, ya'ni onasini ota-onasida yashab kelgan, lekin ota umuman xabar olmagan va ota qayerda yashashi ham noma'lum bo'ldi. Keyin shu jarayonda uni ko'rgan jarayonimda 290-sonli qarori va oila kodeksini 1998-yil oila kodeksini 79-82-sonli moddalarga binoan qilgan holatda, ya'ni ular tayangan holatda bolani o'zini, ya'ni bola o'zining tog'asi va kelinoshi qo'lida katta bo'lganda, o'sha yerdan otani umuman xabar olmaydi. Ota moddiy ta'minotdan umuman uzilib qolgan. Hozirgi kunda bola birinchi sinfga qabul qilingan, o'shani topib turmay, ularni o'rganib, oila sharoitini o'rgangan holatda bolani
dadasini otasini topishga imkon bo'lmadi va uni ya'ni kelinostiga, ya'ni o'zi ona deb biladigan insoniga vasiylik qilib tayinlab berdim va shu onasi boquvchi yo'qotganligi sababli, onasi o'lganligi sababli boquvchi nafaqasini tayinlattirib berdim. Va shu jarayonda bu bolaga o'sha mahalladagi patronaj hamshira bilan sog'ligini bir tekshirish maqsadida sog'ligini tekshirib ko'rsatdim mahallamizda. Yaxshi. Yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarga ikki xil turdagi so'rovnoma o'tkaziladi. Bilasizmi ular qaysilar? So'rovnoma o'tkaziladi? Yo'q, to'g'risi. Shu savolim yo'q. Otaga omad tilayman. O'shan qo'lib Dilmurod degani bormi? Ha. Mana chirchiqlik. Yoqtirdim. Ne'matda Sirojiddan. Haqorov Azizjon. Haqorov. Bo'yi kirdi-ku, anaqaga ham. kirgan bozorga. Iminov Ibrohimjon. Iminov Ibrohim. Kim? Iminov Ibrohim. Mana taklifnoma kerakmi sizga? Telefonni ko'tarmaydi. Kecha kelib, hali gaplashamiz ham biz. Assalomu alaykum. Keling. Iminov Ibrohim aka. Marhamat, bilet oling. Qaysi lavozimni topshirgansiz? Men tarkib markazlari o'rinbosarligiga dam o'tganman testdan. Yana qo'shimcha Zangiotanikiga topshirgan. Zangiota bo'yicha suhbat bo'lyapti siz bilan. Zangiota tumani bo'yicha suhbat bo'lyapti hozir. Marhamat. 6-bilet. Murojaatlarni ko'rib chiqish uning zimmasida. Keyingisi O'zbekiston Prezidenti 1-may-iyun 2023-yildagi 82-sonli farmonga asosan qaysi nafaqalar ijtimoiy himoya milliy agentligi tasarrufiga o'tkazildi. Ijtimoiy xodim monitoring olib borish jarayonida quyidagilardan qaysi birini amalga oshiradi? Ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirishda xususiy sektorning o'rni qanday? Bolaga nisbatan ruhiy, jisdiy zo'ravonlik nima kiradi? 5 ta savol. Javob bering. Holitsiz o'qib. Xo'p, fuqarolarni murojaatlari to'g'risidagi tartibga ko'ra murojaatlarni ko'rib chiqish kimning zimmasida? Ana shu murojaat tushgan korxona tashkilotlarini zimmasida ko'rib chiqish ularga qadrli bo'lmagan bo'lsa hamma yaxshi o'tirsin. o'rnatilgan tartibda javob berish shartlari ham shu korxona tashkiloti zimmasida umumiy olganda korxona tashkilot rahbari tomonidan tayinlangan mas'ul xodim aynan shu murojaatlar bilan ishlash bo'yicha mas'ul xodim zimmasida bo'ladi. O'sha o'rnatilgan tartib bo'yicha murojaatchiga javob xati yuborishi kerak va shart bo'ladi.
Keyingi savolimiz O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 1-2023-yildagi 82-sonli farmoniga asosan qaysi nafaqalar ijtimoiy himoya milliy agentlik tasarrufiga o'tkazildi? Bu yerda nafaqalarga keladigan bo'lsak, ijtimoiy nafaqalar. Bilmasiz keyingi savolga o'tavering. Aslida qaytaman. Ijtimoiy xodim monitoring olib borish jarayonida quyidagilardan qaysi birini amalga oshiradi? Quyidagilari deganda tushunadi. Chaqirib kelyapmiz. Savol. Ijtimoiy xodim monitoring olib borish jarayonida quyidagilardan qaysi biri deb. Quyidagilar deganda qaysidir nimadir ko'rsatish kerak emasmi? Variant ko'rsatilmagan. Yo'qda. Unda savol to'g'ri. Savol noto'g'ri tuzilganda O'tiringlar. ijtimoiy Noto'g'ri o'qiyotgandirsiz, boshqatdan o'qing. Yo'q, mana savol. Ijtimoiy xodim monitoring olib borish jarayonida quyidagilardan deyilganda hech narsa yo'q, qaysi biri amalga oshiriladi? Yaxshi, keyingisi. Shunaqa yozilgan. Ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirishda xususiy sektorning o'rni qanday? Ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirishda mana hozirgi kunda oxirgi yangi qarorlarimiz qabul qilinyapti. Mana bu yerdagi hozir misol qilib oladigan bo'lsak, 334-son Vazirlar Mahkamasining qarorida mahalla yettiligi deb tashkil etish to'g'risida qaror qabul qilingan. Bu yerda ham mana shu mahalla raisi, ijtimoiy xodimlarimiz, keyin soliq yo'nalishidagilar, keyin yoshlar, mehnat muhofazasi o'shan 7ta tashkilotlar bilan birgalikda endi masalan oldingi sektorlarimiz bo'lgan 4ta sektordan tashkil topgan sektorlarimiz ham bu ham o'z o'rnida o'z faoliyatini olib borsa, mana shu 334-sonli qarorimizda ham ijtimoiy himoya sifatini oshirish, mana shu mahallalarda fuqarolarni murojaatiga asosan yoki bo'lmasa o'sha fuqaroning o'zini murojaatiga asosan yoki yozma murojaatiga asosan bularni aniqlash ishlari olib borilsa-da, aniqlangandan keyin mana shu xususiy sektordagi yoki mana shu 4ta sektordagi tashkilot vakillari o'zini ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan fuqarolarga ko'maklarini berish maqsadida bu ishlar amalga oshirilishi kerak. Endi yana infratuzilmani rivojlantirish xususiy sektor. Yana bundan tashqari mana shu nogironligi bo'lgan shaxslarni korxona tashkilotlariga kirib chiqishi bo'yicha obyektlarga qulay shart-sharoit yaratish ishlarini ham shu o'rinda amalga oshirib boriladi. Yana shu muhtoj shaxslarimiz
kirib chiqishiga qulay sharoitlar yaratish. Bo'ldimi? Bo'lim javoblarimiz. Savollarga e'tiroz bormi? Savolga mana bitta savol, savol o'zlari belgilab qo'yishibdi. Manimcha shunaqa bo'lsa kerak. Komissiyaga e'tiroz bormi? Yo'q. Savollar bormi? Sog' bo'ling, rahmat, sog' bo'ling. Shahar ishxona xodimligiga chaqir. Adham. Nazaraliyev Murod. Bo'lmasa Jumanov Aktam. Qanday kun qolgan kunimizni o'zimiz. Shahar desam. Zangot tugadi, chiqing. Toshkent tumaniga tashlab yuboring silkani, Jamol aka ulansin. Tushunarli. Marhamat, keling. Mamadaliy Murod To'lanboyevich. Bilet oling. Olaqulov Rahmonbek. Ikkitasi yo'q. Olaqulov Rahmonbek o'zi o'tiribdi. Marhamat. O'tiring. Qattiqroq o'qing, savolingizni o'qing va savolingizni o'qisangiz biz berib ketavering. Yigirma sakkizinchi yil birinchi savol 43 moddaga asosan pensiya tayinlashni so'rab murojaat etish tartibi qanday? Ikkinchi savol, murojaatni boshqa organ ko'rib chiqsa ham xabardor qilinadimi? Ijtimoiy himoya, uchinchi savol, ijtimoiy himoya reyestri atiga tushunmadim. Ijtimoiy himoya yagona reyestri ATida fuqarolarning shaxsga doir ma'lumotlari himoyalanadimi? Axborot dasturi. Endi ATga qarang. To'rtinchi savol, aholiga sifatli ijtimoiy xizmat va yordam ko'rsatish hamda uning samarali nazorat tizimini yo'lga qo'yish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar to'g'risida 82 sonli qaror qachon qabul qilingan? Mana shu to'rtinchi savolga birdan javob beraman. 2023 yil 1-iyul. 5-chi savol. Tutingan ota-onalarga oilaviy bolalar uyidagi har bir tarbiyalanuvchi bolaning yashash xarajatlari uchun har oyda qancha mablag' ajratiladi? Uchinchi savolga javob beraman. Ijtimoiy himoya yagona reyestri axborot dasturida fuqarolarning shaxsga doir ma'lumotlari himoyalanadimi? Himoyalanadi. Ikkinchi savol, murojaatni boshqa organ ko'rib chiqsa ham xabardor qilinadimi? To'liq ma'lumotim yo'q, lekin xabardor qilinishi shart emas. 43 moddaga asosan pensiya tayinlashni murojaat etish tartibi qanday? Birinchi savolga Tashladimsiz endi. javob yo'q. Dapasa variant tashladimsiz. 5-chi savolga aytaman. Tutingan ota-onalarga oilaviy bolalar uyidagi har bir tarbiyalanuvchi bolaning yashash xarajatlari uchun har oyda qancha mablag' ajratiladi? Bu to'g'risida aniq bir ma'lumot o'qimaganman to'g'risi. Lekin adashmasam BXMning bir barobar bo'lishi kerak, har oyda doim ajratiladi. Ya'ni ma'lumotimga asosan taxmin qilyapman. Aniqlikni yuzladim. Birinchi savolga bildim. Tartibini aniq. Boshqa o'zgartiramiz. Savollar bor. Bo'ldimi? 5 ta sanatay. Shu
Yo'q, uning sayti. Isakulov Ozodbek. Isakulov. Keling. Yangi shaharda. Shu yerdan bitta bilet oling. Savollarni o'qiysizda, bilsangiz sразу javobini berib ketaverasiz. Birinchi savol javob. Bilmasangiz tashlab keyingi savolga o'tishingiz mumkin. Yangiyo'l shahar. Navro'z MFIga. Biletni nomerini aytaverasiz. 37. Javob berib ketirsangiz bo'ladi deganingiz. Bilgan savolimni zo'ravonlikning qanday shakllarda ro'y berishi mumkin? Zo'ravonlikda jismoniy shakli bor, ruhiy hamda aqliy shakllari bor. Hamda tazyiq zo'ravonlikka kiradi. Jismoniy zo'ravonlikda o'sha jismoniy tan jarohatlari bo'lishi mumkin. Asosan o'sha oilalarda kuzatiladi o'sha xotin-qizlar ayol o'rtasida, voyaga yetmaganlar o'rtasida og'ir jarohat yetkazish holatlari bo'ladi. Zo'ravonlikka kiradi. Jinsiy zo'ravonlik bo'lishi mumkin. Alo. Boshqa tillarda murojaat qilish mumkinmi? Keyin gaplashamiz. Bu savol. Boyagi 5-chi. Boshqa tillarda murojaat qilish mumkinmi? Shu murojaatlar to'g'risida qonunda belgilab qo'yilgan. Bu tillarda ham murojaat bo'ladi. Bizda asosan o'zbek tilida murojaat qilinadi. Rus tili, ingliz tillarida murojaat qilsa bo'ladi. Ikkinchi savolidim. Ijtimoiy karta nima? Ijtimoiy karta shu hozirdan kam ta'minlangan, nogironligi bor shaxslarga ijtimoiy kartalar berilyapti. O'sha pensiya nafaqalari o'sha ijtimoiy karta orqali olinish bo'yicha hozirdan sinov anaqasida ochildi ijtimoiy kartalar. Hozir navbat o'tilyapti. Chingiz xodimning huquqi qaysi qatorda o'tadi? Ijtimoiy xodim huquqlari haqida bilasizmi? Ijtimoiy xodimning huquqlari o'sha 82-farmonida ham belgilab berilgan. Misol uchun, xizmat davomida kimdir fuqaro bilan kelishmovchilik bo'lgan paytda, misol uchun murojaat qilish huquqi bor. Bilmasangiz keyingisiga o'ting. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining asosiy prinsiplari nimalardan iborat? Asosiy prinsiplarga insoniylik, adolatparvarlik, qonun ustuvorligi shular kiradi. Keyingisi tugadi. Toshkent tumani yangi bo'ldi. Yangiyo'l shahar.
Yangi ishlar ulamagan. Yo'q. Bormi qo'shimcha? Ozgina hayajonli bo'lamiz, tabiat. Hayajonlanmang. Ijtimoiy xodimda o'z faoliyati bilan tanishdingizmi? Qiziqib ko'rdingizmi? Qiziqib ko'rdim. O'sha 2023-yil 1-iyunda Prezident farmoni Yo'q, bilan ijtimoiy xodim tashlab nima vazifasi bor ekan o'zi mahallada nima qilar ekan? Nega kerak ekan? mahallada o'sha ijtimoiy qiynalgan, og'ir vaziyatga tushib qolgan aholi bilan ishlash ekan asosiy vazifalari. O'sha 12 ta toifa bo'yicha o'sha yordam berish aholiga toifalar bo'yicha ishlash ekan. Savollarga suhbat jarayoniga e'tirozingiz bormi? Yo'q, e'tirozim yo'q. Birinchi ko'ring. Dilshodxon chiqishingiz mumkin, sizni xodimingiz kelmabdi. Ishni to'g'ri tashkil qilmagansiz. Ayting. Kimniz to'g'ri? O'qiysizda bitta-bitta. Sirali javob berib ketavering. Bilmasangiz keyingi savolga o'tib ketamiz. O'zbekiston 2030 strategiyasining asosiy mazmunini aytib bering. O'zbekiston 2030 strategiyasining asosiy mazmuni bu O'zbekistonda ijtimoiy davlatni takomillashtirishda takomillashtirish uchun asosiy mazmuni shunday bo'ladi. Nafaqalar kimlarga tayinlanadi? Nafaqalar nogironligi bo'lgan birinchi, ikkinchi guruh nogironlariga, pensiya yoshidagilarga tayinlanadi. Agentlik tomonidan nechta vazirlik va idoralarning muvofiqlashtirilgan va monitoring qilinadigan faoliyat yo'nalishlari mavjud? 8 faoliyat yo'nalishlari mavjud. O'quvchilarning mehnat ta'limi qanday amalga oshiriladi? Beshinchi savol. Bolalarning alohida ta'lim ehtiyojlariga muhtojligi kim tomonidan aniqlanadi? Ta'lim ehtiyojlariga muhtojligi ijtimoiy xodim tomonidan. Ijtimoiy xodim tomonidanmi? Maktabdan mahalla fuqarolar Bilmaysizmi?
ijtimoiy xodim vazifalaridan xabaringiz bormi? Ijtimoiy xodimning vazifalari 12 faoliyat turi bilan shug'ullanadi. Ijtimoiy xodim shu kam ta'minlangan oilalar bilan, nogironlar bilan, mexnik layoqatsiz, ya'ni keksa yoshdagilar bilan, chin yetimlari bilan, oilasi to'liq bo'lmagan, oilasida to'liq ota-onasi birontasi yo'q bo'lganlar bilan, 18 yoshgacha ota yoki ona 18 yoshgacha ota yoki ona bo'lgan shaxslar bilan, ota-onasi chet davlatda ishlaydigan fuqarolarni farzandlari bilan, aziyat va zo'ravonlikka uchragan shaxslar bilan, jazo muddatini o'tab chiqqan fuqarolar bilan, giyohvandlik va psixotrop moddalarni qabul qiluvchi shaxslar bilan, Savolingiz ushbu jarayonga e'tirozingiz yo'qmi? Bo'ldi, boraveramiz. Keyingisini chaqir, Jasur. Erisboyev Rahmatilla. Erisboyev Rahmatilla. Mana stolim turibdi. Qara. Mana bu. O'tiring. Savol oling, o'tiring. Bilet oling. Erisboyev. Biletni raqamini qarang. 38 million. O'qing, bilganingizga javob bering. Nechinchi bilet deding? 38 million. Ijtimoiy karta kimlarga bepul beriladi? Ijtimoiy karta o'sha ijtimoiy ko'makka muhtoj bo'lgan shaxslarga, o'sha nogironligi bo'lgan shaxslarga o'sha ijtimoiy kartadan foydalanish huquqiga ega. Ular o'sha hozirda uchish kunida bepul yetkazib beriladi. O'sha